Kimniki niyati yaxshi bo'lsa, u kitobga oshno bo'ladi. Kitobga oshno bo'lgan odamlarning niyati pok bo'ladi. Maqsadi katta bo'ladi. E'tibordan chetda qolib yurganimiz aslida bizga katta muammolarni bitasi. Nimagaki beixtiyor o'ylab qolaman. Yaxshilarning oqibatidan dardlarimga davom qilaman. Ustoz Ulug'bek. Insonlar ichida aziz bo'lgan. Otadek ulug' uzib olmoq istayman. Yo'q, uzolmam, ussam so'lgaydi. Shundoq she'rga solmoq istayman. Bo'y taratar bilan muattar. Kitobdan ayrilmaslikni, ijoddan to'xtamaslikni tilab qolamiz. E'tiboringiz